Xo'sh, barchangizga assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, qaranglar, mana biza o'sha PicsArtda ya'ni prevyuni chiroyli, ya'ni kачествоli qilishni ko'rsatib beraman. Ya'ni qanday qilishadi? Avval biza PicsArt Pro kerak bo'ladi. PicsArt Pro'ni sotib olish shart emas. Men sizlarga mod variantini, tekin variantini tashlab qo'yganman. Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib, pinni ustida 2 marta bostirganingiz PicsArt Pro'ni mod varianti chiqadi. Avval yuklab olish tartibi qanaqa bo'ladi buni? Yuklab olish tartibi Play Marketdagi oldin skachat qilgan o'sha, короче, PicsArtni udalit qilasizlar, keyin men tashlaganimni yuklab olasizlar. Bo'lmasa, o'chirmasalaringiz obnovить deb boshliqqa o'tirib o'tiradi. Xo'sh, unda boshladik, PicsArtga kiramiz. Xo'sh, mana kirdik. Kirgandan so'ng do'stlar, mana bu yerda plus tugmasi bor, plus tugmasini bosasizlar. Xo'sh, bosganlaringizdan so'ng do'stlar, mana shunaqa o'ylanishlardi. Keyin mana bu yerga shunday qilib o'tasizlar mana. Mana bu yerga mana buni bosasizlar mana. O'zi aylanadigan narsa bosilib turibdi ustiga. Mana shu ustiga bitta bosalaringiz, bitta bosasizlar bo'ldi. Xo'sh. Mana shu yerga tak o'sha xiraroqni men o'zim tanlab oldim. Galereyaga o'zi avtomatik o'tkazib yuboradi. Xo'sh, mana shunisi uncha xiraroq edi. Xo'sh, avval bu analiz qilib oladi, ya'ni rasmda. Mana 100% qilsalaringiz, atak mana hozirgi, ya'ni o'sha kачествоsi holati, atak mana bu kачествоli holati, ya'ni tiniqligini ko'ryapsizlarmi mana? Farqi bormi mana? Ko'ryapsizlarmi mana? Farqini ko'ryapsizlarmi? Mana. Buni agarda YouTube ga yuklayman, YouTube ga yuklamoqchiman desalaringiz, do'stlar, uni 100% format emas, 80 yoki 70 qilishni tavsiya beraman. 70. Mana 70 ham shu normal, oldingisidan ko'ra normalroq mana. Mana oldingisidan ko'ra normalroq. Farqini sezasizlar. Mana prevyuni do'stlar kачествоli qilish darsligimiz shu edi. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'linglar.